Kop ilinglar kebab, paxlan go'shti qilgan kebab. Kop ilinglar. Non elinglar, non. Men endi bir ish topsam bo'lmadi. Qandaq. Menim chiroyliqmikan? Chiroyli tikilgan hamyonkas. Albatta. Buni menga ayolim sovg'a qilgan. Amsa obdan saqlaslar. Buni o'g'ri elavamson yana. Diqqat qilsizmi? Menga hasad qilyapsan, qeri boytaq. Sili. Bayqajan, kishmishning mizlik purg'i kelayotganda qachon og'izlarga seriq suv yig'ilib ketdimi? Agilaman bir tetib baqay. Bu kishmish tatliqmi, tatliq emasmi? Selimboy, meni tanidingmi? Kimsan? Sen ma, niye tur kimimni meni qilyapsan? Onda misla, men hozir o'zgarib yaxshi odam bo'ldim. Niye tur? Qilmayman. Rost. Selimboy, o'tirib qolay. Men hozir o'zgardim. Bana ish basla. Men hozir yaxshi odam bo'ldim. Niye tur? Ko'z ko'r o'g'ri. Samatga to'xtab turing. Bayqajan, seni pek aşırı ettiler. Aşırı ettiler? O diyen oğur tursa. Xo'ton. Bakın hamyon tushib qo'ydimi? Xo'ton bo'ldurma. Men sana tushundiray. Hamyonni tepkamaydigan bo'lsa uy kirgizishimizlar. Xo'ton cho'qim tepib kelaman. Bayqajan, bugun nahlarga borgandilar? Bugün senin uyunga kelgan. Uyga qaytib kelib qarasam ham yenim yo'qtirdi. Oliya ham yana tepib kelmasang uyga kirguchi bo'lma dedi. Menga yordam qil Nasriddin. Ham yana topmasam men ketmayman. Uyimdan ketmay turasizlar, bo'lmaydi-da. Garim yo'q ketmayman. Mush yerda turg'anim turgan. Sen menga yordam qilmasang bo'lmaydi. O'ylab baqay. Sizlar avval Barat tag'am bilan uchrashgan. O ketgandan keyin Samat tag'am bilan uchrashdilar. Chiqqanlarga talishib qoldilar. Ondan keyin sizlar uyga ketdilar. Ondan ham yana yo'qolib ketganligini bayqadilar. Mushundaq bo'lganda o ikkisi angumaloq. Samat, o'lgur o'g'ri. Rostilla Samatmidi? Cho'qim shu. Men undan hisob olmasam bo'lmaydi. To'xtasizlar. Qo'llarda isbot bo'lmasa. Isbot? Qanday qilaman? Men o'ylab baqay. Topdim. Qanday qamal? Nasriddin, bir ish bo'lmaganda. Yo'q, ish bo'lmadi. Bayqajan, bunda qislar. Nay. O'lgur o'g'ri. Sen ham yana o'g'irlashga amrahdingmi? Endi demiş ki o'g'irlamaysan. Hocam qarsak gap qilmaslar. Kim meni o'g'ri deydi? O'lgur ablag'. Hocam gözlerini asla. Emyanları düşüp kaldı. Eminimni o'g'irlashga paytandingmi? Nima ish bo'ldi? Oy. Ha? Nima ish bo'ldi? Begim. Qazi begim, o o'g'ri ham menimni o'g'irlab oldi. Qazi begim bana o'g'il bo'ldi. U hamyonni tushirib qo'yibdi ekan deb o'ylab qaytirib edim. Men uning hamyonni o'g'irlamadim. Seni olmoqchimi? Men o'g'irlamadim. Seni olmoqchimi? Men o'g'irlamadim. Kilesini ipmanglar.
Ha, Selimboy. Hürmetli Qazi Begim, size adil hüküm çıkarağaydılar. Haminani kim o'g'irlagan? Begim Samet diyen ölgün oğru heminimni oğurlap aldı. Bunun kasaptının xotnumdan tayak yedim. Öldün kollandım, bana iyi bulmasını bulmaydı. Bo'ldi, bildim. Samatni ip kiringlar. Qazi begim. Samat, Selimboy Haminimni o'g'irlab oldi deb so'ndan arz qildi. Tamadım. Yalgan etme, sen bazarda xotunu megan hamyanni oğurlap aldın o. Ha? Bu hamyanni kim ko'rgan? Guvohchini ep kiringlar. Baratni ip kiringlar. Qazi begim, Barat ağa, siz Bayxo'jamning haminini ko'rganmidingiz? Bayxo'jam o haminini bozorda ko'z-ko'z qilib yuribdi ekan. O texi menga sen bu haminimga hasad qilyapsan degan edi. Men yana qeri bo'ytaq deb tilladi. Boshqa ishlar esimda yo'q. Samatga qarang, Bayxo'jamning rostila hamini borkan-ku. Shu chaqda uni sanmi ko'rgan? Men o'qimayman. Sen oğurlagan. Sen oğurlagan. Sen Qazi begim, Sizlar mening yuzimni qilmayapsizlar. Kiringlar. Bu ikkisini qattiq uringlar. Har birisini o't shaplaqdan uringlar. Biz endi uni qilmaymiz. Uni qilmaymiz. Boshqa sharatsiz ishlayli. Ay Qazi begim. Qazi begim. Uni qilsa. Voy, Qazi begim. Bo'ldi. Endi shunday qilamsizlar, yo'q? Qilmaymiz. Bizning munosabatimiz shunday yaxshi. Samat, yana ixtiyor qilmamsan? Menga uval bo'ldi. Menga rostla uval bo'ldi. begim, menda isbot bor. Yaxshi, amsi isbotni chiqar. Isbot? Bular mening ilgirki uskunlarim. Bu mening bolqamg'u. Men tex buni yutib ketdi deb yuribdi ekanman. Yana ixro qilmamsan? Jinoyatni topshir. Men qilmadim. Sen şu. Seni olmoqchimi? Sen şu. Sen şu. Sen Kızım seni kansız alaş gerek. Bu işte kımarım bozulmagan o günü Bayxo'jam meni tilg'ashqa uning hamyenini o'g'irlamagan. Mana ixro qilding u. Sen işkelliğini bilettim. Sizlar bana ishonmasanglar, men bilan qaringlar bo'lmasa, men ishonmasanglar amal yo'q, o'g'irlik qildi. Begim, uningga rahim qilsizlar. Samat, Selimboyning haminini qaytirib be. Sana bozorni tozalash jazosi beraylik. Samat aka, bak pokiz tozapsiz. Bu bozor burunqidan pokiz bo'lib ketdi. Bu emgakning to'kpisi. Bu qilchigish ishlar. Ko'pchilik meni oriq asli bo'ldi. Men texmo tirishib ishlayman. Qilganlaringizni xaloyiq ko'rib turyapti. Ular cho'qim ariga oladi. Xaloyiq meni oriq asli, men texmo xush bo'lardim. Samat aka, choy iching. Rahmat.